Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan ikkita hovli joy 800 metr kvadratga qurilgan, ikki plan qurilgan joy. Shuni birgalikda bugun ko'rib danishib chiqamiz. Местоположениeni tushuntirib o'taman. Berina перекресток, обводной перекресток. Bu yana ketsak, Raddom tarafi chiqiladi. Bu yerda yana Sanjar to'yxonasi joylashgan. Bu territoriyalardan ko'p joy chiqarganmiz. Местоположениesi ajoyib. Bu yerda yana yop o'tgan. Obvodnoy yo'l. Bu yana ketsak, aeroportni yo'lini olib chiqadi. Endi bu to'g'riga ketadigan bo'lsak, Bog'i Eram to'yxonasi, bu yana ketadigan bo'lsak, Chalish yo'l tarafi olib chiqadi. Yan tarafimiz Raddom. Xullas местоположениeni tushuntirib o'tdim. Endi xudo xolasa joyini yanına borib videorolikimizni davom qildiramiz. Shu yo'ldan o'tib boramiz. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana hovli joyimiz oldi qismına yetib keldik. Fasad qismini boshda ko'rib chiqamiz. Shuningdek remont qilingan. İki plan joy ba'zi do'stlar. Bu yon tarafi bir plan, bu yon tarafi bir plan joy. Chotki remontdan chiqqan. O'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Ko'chalari, kengligi, ulug'ligi yomon emas. Aldalarında shunday ruschatga atilib. Shunday kichkina navishchalar. Eshiklar ham damirdan. Allohdan ko'rsatib o'tsak, belari bilan beton quyilib, stяжка etilgan, archalar ekilgan. Bu yon tarafi yana bir plan joymi. Chap tomonda esa ko'rib chiqamiz. Fasad remont toza. Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan muammo yo'q. Sanjar to'yxonaning yoni. Shu yerdan girib boramiz. Shu ishlardan girib boradigan bo'lsak, beri prixожий qismi. Mana shuningdek prixожийsi bor. Prixожийdan dalon qismini o'tiladi. Bundan hozir ko'ramiz. Suv, svet, gaz, biber umuman muammo yo'q. Qish kunlari qo'shnilardan ham kelib so'rab berib olishlaringiz mumkin. İç qismini o'tamiz. Bu yerimiz prixожий qismi edi. Shu eshiklardan dalon qismini o'tamiz. Dalonning shunday keng, mo'l, ajoyib etib qurilgan joy ba'zi do'stlar, remontdan chiqib turibdi. Rasxoti yo'q. Doğru olib yashab ketsa bo'ladi. Xullas ikki plan joy edilgan. Adilni girib chiqiladigan darvozalarni o'zlaringiz ko'rib oldingizlar. Aka-ukalar sotib olsa juda ham zo'r. Umumiy maydon 800 kvadrat aziz do'stlar. 800 kvadratga qurilgan ikki plan joy. 400 dan. Girgan yerimiz shunday spetsialniy o'tiradigan joyi. Dalondan o'ng tarafga qarab girdik. Shunda shikarniy remontlar qilingan. 100% pol etilgan. Qurilish materiallarini aytib o'tadigan bo'lsak, pishgan karuj, xom karuj aralash qurilgan. Hozir o'zlarimiz sezib turibmiz. Buzdingina. Eldimiz yozda buzding bo'ladi bu joylar. Konditsioner ham shart emas. Tabiiy konditsioner o'zi bu yer buzding bo'ladi. Bu xonasini ko'rib oldik. Aynalari ko'cha tomoniga qarab tushgan. Shunda bu katta xonasini ko'rib oldik. Xonasining razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, 4 ekan, 4 metr 6 metrlik xona. Dalonning razmerlari yeni 4 dan ziyod.
Uzinasına bir 12-13 metr çıkardı. Endi bu xonadan yana o'tadigan bo'lsak, bu yerda yana bir shunday katta xona tushgan. 5-6,5 metrlik xona. Joyimiz balandlik ham yomon emas. Baland, yeng atib qurilgan. Eshiklarni to'xtab o'tamiz. Eshiklar ham shunday MDF mustahkam, yaxshi eshiklardan qo'yganlar. Zakonli eshiklar. Dalonimizni ish o'rnidan ikkinchi qavatda bir xona tushgan. Buni ham ko'rib chiqamiz chiqib. Shimliklanadigan bo'lsak, bu yerda mana 4-6lik katta bir xona tushgan. Remontlarni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Chugunli radiatorlar qo'yilgan ekan bu yerda. Otopleniyasi chotki ishlaydi, nasoslar ham o'rnatilgan. Yani zo'r aboylar bilan remont etilgan xona. Bog' tarafga qarab tushgan oyna, bog'ini hozir ko'rib chiqamiz. Bu xonamizni bani bilan yuvinish xonasi bilan kladovkaga ajratilgan. Uni hozir pastda ko'rsatib o'taman. Yine shuningdek 4-6lik xona. Endi buni past qismiga tushamiz. Aziz yurtdoshlar, mana ikkita xonasi, daloni va endi ikkinchi qavatdagi xonasini ham ko'rib oldik. Endi shu koridordan keyingi xonalarni o'tiladi ekan. Chap tomonda bu yerda kladovkasi, bu yerda yuvinish xonasi. To'g'ri o'tsak, oshxona tomoni o'tiladi. Bundan oldin yana eshiklarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, shunday ajoyib eshiklar o'rnatilgan ekan. Bu yerda shunday katta bir zal tushgan, mehmonxonasi. Eni 5 metr, buni uzinasini 12,5 metr ekan. Buni zalini sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Nima uchun bunday uzun katta zal tushgan? Başında aytgan edik, joy 2 plan etib qurilgan, 2 aka-ukalar uchun planlashtirib qurilgan joy. Bu zalni o'pish etganlar, agar joyni bir qismini, bir planini sotib oladigan bo'lsangiz, ish o'rtadan, ya'ni ish o'rtadan set turgan yerini ko'rib turibsizlarmi? O'rtadan ishidan devor tortiladi ekan, shunday 2 zal aylanadi. Arg'i ulu joyimizning zali yan taraf joyimizning zali, oddelni zal bo'lish, o'rtadan devor tortiladi ekan. Agar aka-ukalar oladigan bo'lsa yoki o'pish ikkisini ham sotib oladigan bo'lsangizlar, Mariyaning o'zlaringizni ixtiyorlaringizda xohlasangizdar shu durishida qo'yishlaringiz mumkin, xohlasangizdar bo'lib qo'yishlaringiz ham mumkin. Yana shuningdek 5-12,5 metrlik zal bor do'stlar. Endi keyingi xonalarni o'tamiz. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan umuman muammo yo'q. Kelib qo'shnilardan ham so'rab bilib olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari shunday joyim sotaman, shunday joyini olaman deb yurgan odamlar bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etishlaringiz mumkin. Joy topib berish va joyini sotib berishga yordam beramiz. Yana bu yerda yana kladovka qismi. Bu yerda ham shunday kompaktni tuzib qo'yibdilar, narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yuqorisini ya ko'rib o'tdik, 4-6lik katta xona. Shuni pasti kladovka va sanuzil vazifasini bajarib turibdi. Yana bu yerda yana sanuzili sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shunday sanuzil. Suv qizdirish apparatlari qo'yilgan, furtishkalarni kuxnya tarafga qarab chiqqan. Santexnikalari ishlab turibdi 100%. Xullas bu banisa. Koridorning to'ridan, mana shu o'rindan oshxona qismini o'tiladi. Bu yerda shunday katta oshxona tushgan. Oshxonasini umuman gap bo'lishi mumkin emas, kattaligi zo'r. Oynalar bog' tomoniga qarab turibdi. Bog'ni hozir ko'rib chiqamiz.
Mebellar etilgan, bu yerda uголокlar qo'yilgan. Chotki shunday kuxnya aziz do'stlar. Yan tarafı banyo qismi. Endi bu yerda ayvoni bor, ayvonni ham ko'rsatib o'tamiz. Ayvon ham shu gap. Agar отдельно oladigan bo'lsangiz, o'rtasidan shunday bo'linadi ekan. Ikki qismi. Endi bog' qismini ko'rsatib o'taman. Bog'ni ko'rib turibsizlar, shunday katta zo'r bog' tushgan. Mevalarni ko'rib turibsizlar, uzum, olma, chiyasi bor ekan. Shuningdek, katta bog' tushgan. Dekonchilik ataman desangizlar ham bo'ladi. Bu yerda yana hojatxonasi, kladovkasi, yon joyini ham shu. Tualeti, hojatxonasi, kladovkasi va ayvoni. Chotki joy aziz do'stlar, bundan grushalarni ko'rsatib o'taman. Meva boshlag'an, grusha, olma, uzum, mevalardan bor. Chashkalar qo'yilgan. Xullas, shunday katta bog'ini ega to'g'ri joy olib turib ajratib yashayman degan odam sotib olib to'g'ri yashab ketsa bo'ladi. Remontga muhtoj emas. Remontlarni o'zingiz ko'rdingizlar, sostoyaniyasi yaxshi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan hovli joyimiz shu edi. Kimda kim shu hovli joyimizga qiziqish bildirgan bo'lsa, bemalol video rolikimizni pastida telefon raqamlarini katta qilib yozib qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib savollaringizni batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Joyni kelib ham ko'raverasizlar bemalol. Video roliklarimizda shunday like'larni bosamiz va albatta kommentariyada taklif, tilaklar bo'lsa yozib qoldirishlaringiz mumkin bemalol. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimda kim shuning joyini sotaman yoki joy sotib olaman degansa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelganicha yordam beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.